alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Xudo xolasa hozir keyin navbatdagi sizlarga o'rnatib bergan joylarimizni bir qator yo'limiz tushib kirdik hozir. Bu yerga Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Baxt qishlog'iga qo'yib berganmiz tanlovlarimizni. Mahsulotlar ham xudo xolasa juda chiroyli holatda chiqyapti ekan. Razmerlar standart razmer, davlat standart razmer 20-30-60 razmerlar. Yo'llarni ham tekstingni ko'ringlar do'stlar. Avtoadresiga buni holatda yetib chiqara olmayman. Bitta ideal holatda chiqyapti ekan. Bir qator quyilish jarayonlarini tanishtirib o'tamiz. Yo'ling operator. Bu yerga hozir kecha quyib qo'yish kerak ekan. O'zi mana qatgan qolipdan olgan tayyor holatga qo'yilgan. Bu belvolar nimaga deydigan bo'lsalar, tepadan solib qo'ygan shtobi razmer o'zgarmay turadi do'stlar bunda. Mana yasagan mutaxassis usta akamiz o'zlari mana. Bayda bizdan akalarimiz bir oy oldin bir komplekt 3 ta qolip bilan olishgan gazavali uskunalarni. Bir oy oldin 3 ta qolip bilan olishgan. 220 ga tayyorlangan. 220 ga. Bundan 200. Rastoy shablon bakiga 120 talik. Bitta garajga qo'shib bergan qimmat garajda. Garilgalardan bir yog'ishni ko'rib o'taylik. Ularga shuga bitta qopda ko'mirmi, yarim qop, o'tin, tejash tashlab oladi. O garilga ham o'zi tashda bir qopga tayyorlangan shekilli, u ichkarilarni bir qator olib o'tasi operator. Go'shkalari xudo xolasa 1 tonnaliga 10 dona qolib ketadigan. Hop. Bittaman yoqib qo'ying dedi. Bu 2 soat, 2,5 soat ag'ba tayyor bo'lyapti ekan-da. Ular suyishga mana soat 2,5 soat ag'ba. Ularga to'rtlikdan bo'lgan. Bahosi yo'q, normaldi. Mana qolplari bor, quyilmagan qolplar. Qolplarni bir qator ko'rsataylik operator. Bu paddolar 8 2 plus stena. Yonboshlari 5.3 1.7 plus bo'ladi. Eshiklari ham 5.3 1.7 plus. Listlar 3li list bo'ladi. 3li listdan tayyorlanadi. Tayyorlanadi. Lazerda kesiladi, kanatkalar ham lazerda ochib chiqadi. Hali ko'pchilik telefon aloqa qilishyapti bizga. Qolipni borida 10 ta olganmiz. Tayyor qolib, ichiga list tushmaydigan ochsiz ularni qilib bo'lmaydi. Ularni qilib bo'lmaydi. Bu nisbatan jicha uzunroq bo'ladi ularga. Chunki buni kanatkan bor ekan. Menimcha diagonalni lazerda o'zida chiqarib olsa kerak menimcha. Lazerda ikkala bakovoy bir xilda kesilgan holatda bo'ladi. Keyin biz ba'zi endi uni yo'nalishini qilib yasaymiz, yig'amiz. Listlar 3li bo'ladi. Ichiga tushadigan list ham 208 ham bo'lmaydi. Ichiga tushadigan ham 3li bo'ladi. 3li listdan toza 3li hali o'lchab netishganda xijolatchilik joy bo'lmaydi. Videoning davomida ko'rishsa, o'tkazib ko'rsa 3li list har bitta nimani qilgan videolarimiz shtangalar tashlagan videolar bor. Asosan bunda qolipda rol o'ynaydigan list bilan eng tayyorli paddon qismi bo'ladi. Paddon list mana paddon bo'ladi aka. List bo'ladi, bo'ldi. Ko'rib turganlarda o'zi salkam bir qancha yaqin tayyordan ko'tarib olishgan do'stlar. Qoliplar yamalmaydi, xudo xolasa. Eng hali yo'q, kilovatli tomoni o'shada hozir. Hali ko'pchilik aytayapti, bundan tayyordan qo'yib oladi, suvni deb aytishyapti. Biz ichiga list tushmaydigan yasagan qoliplarimizni ikkita oqib ketsa, tashqi pul bermaysan deb beramiz. Lazer tortishadigan deb kelib qoladigan bo'lsa, bularni ham imkon darajasida oqmaydigan qilib o'sha shpakilovkani ham bizga yo'qgan, yaqinroq ko'rsating. Bu yerda menimcha rastvor chiqadigan joy ham yo'q shekilli, tirnoq ham keladigan joy yo'q bu yerda. Yo'q, bu yerga yondashda qolib qo'ygansizlar o'xsha. Xo'p. 3 ta bilan komplekt qo'yib berganmiz akalarga. Boshlanishiga 3 ta qoldi buni. Keyin bizga aloqaga chiqishdi yana. Zakasini 2000 ta, 1000 ta, 1000 tadan oshib ketib qoldi. Yana 4 ta olib bergan akalar. Yana 4 ta qo'shimcha qolib qo'shgansizlar. Bir hafta bo'lib 4 ta olib berganmiz. Bir hafta bo'lmadi. Men bugun akalar bilan gaplashdik, yana shu 5-6 kun ichida zakaslarga qarab yana 3 ta qilib beramiz, 10 ta bo'ladi. 20 tagacha chiqaramiz hech kim narsa. Qoliplarni zakaslar olib tursa, qolib qo'yish yashasan. Asosan sotuvda. Sotuvda bo'ladi. Mana bularni tayyor qo'yishgan hozir. O'sha quygan tayyor qo'yib, yog'lab turish qo'yishdi. Jarayoni ham mana mishalgan olib kelinadi aka. Mishalgan olib ketdi. Razmerlar shu bo'lsa kerak menimcha. O'zi listdan solib qo'ygan ekan. Razmer shu mishalga rastorni qo'yadi. Yarim bo'ladi qolip bilan. Qolipda yarim holatda bo'ladi. Yarim holatda bo'ladi. Tepasini rastor bilan shpatla bunday tekstlab qo'yiladi. Hali semellar tepada sharaparalarni bir xilda yoyib yuborish. Tap 11 ta yog'langan list solib ketiladi. Listlari qo'llari kesib ketmaydimi listlar? Mana aka. Lazerda kesilgan bo'lsa. O'zi kesadigan joylari ham mana do'stlar. Kesadigan holati ham yo'q. Lazerni instrumentda kestirilsa, ko'pchilik aytadi, hali balerkada kesasizlarmi list deydi. Bu balerkada kesib bo'lmasa kerak menimcha. Menman degani ham usta ham holatda kesib chiqara olmaydi. Ham narsaga kesolmaydi, balerkada 3 list. Paddon yonbosh listlar bir xil bilan bir xil bo'ladi. Taylilari ham bir xil.
u boshqa listdan kesilgan bo'lmaydi. Rossiyskiy qizil o'yin listlar qozoq list emas. Qozoq list qilmaydiganmiz-ku. Mishalkalar nechi to'kka ishlaydi endi? Mishalkani 220 ga mos qo'ygan akalarga. 220 ga? 220 ga. U faqat 220 emas. Klientlar 280 380 ga to'g'rilab yuboramiz. Ha, u fazani qizig'i yo'q sizlarga. 280 320. Xolos ana rossiyskiy motorlar qo'yib bergan ekansizlar. Gap yo'q. Bu stanovlarni qayerlargacha yetkazib berasizlar endi? Hop, bu stanovlarda O'zbekiston bo'ylab yetkazib berilaveradi. 12 ta bo'ladi. Ha, vodiy ichida, dastlabki ichida bo'ladi. Aytilgan narxda dastlabki vodiy ichida bo'ladi. Vodiydan tashqari uzoqlashgan sari klient bilan kelishilgan holda narx chiqadi aka. O'zbekiston tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, shu 5 Esanga bo'lib chiqarib beriladi. Bu qoliplar hali 6 talik ham chiqyapti. U 6 talik ham yasashadi aka, 12 talik ham yasaymiz aka. Biz hammasini yasaymiz, 6 talik ham yasaganmiz. Unaqasi yo'q, qizig'i yo'q, 6 talik, 12 talik. Ha, uni faqat 12 talik sotadi, 6 talik yo'q. 6 talik ham yasadik, 12 talik ham yasadik. 12 talikda ko'p yerda anaqa qilyapman, haligi 12 talik bo'lmaydi. U anaqa qolib, anaqa deb ko'pchilik aytishadi. Sababi nimada? Yasamagani uchun. Yasamaga, yasolmaydi, o'sha sababli. Yasab ko'rib sotsa qiladi uni ham. Keladi aka. Aylanib ko'ringlar deymiz. Yonimizda 5-6, 7-8 sexlar bor. Aylanib ko'rishadi. O'shanga qarab dogovor qilamiz aka biz. Uniki yomon, buniki yomon demaymiz. Kelib ko'rishaveradi. Raqobatda ham, kilada ham, sifatda ham. Qoliplar yo'qda xolasa javob behijolat haligi sotgandan ketadigan hijolat qo'yib bunaqa narsalar bo'lmaydi, xudo xolasa. Bo'lmadi, bundan keyin bo'lmaydi aka. Bu qoliplarni ko'p yerga sotgansizlar, qayerlarga sotgansiz endi? Sezon ichida 2 yil tushadigan 12 talik bir yil boshladik. Yilga o'zida 300 dan oshib sotib qo'ydik. 300 ta oshib qolib, sotib qo'ydik. 10 talik. Degani 12 ta viloyatga yetkaziblar pashta, ha? 20 ta oldi. Uni 300 tani aytayotganim, narigi ishlarimizni orasida sotgan qoliplarimiz. Ha, chunki ichiga lis tushmaydigani ham tayyorlaysizlar, ha? Ichiga lis tushmaydigan gazoblok, ichiga lis tushadigan 12 talik gazoblok, 6 talik penoblok, Lego, Euro hammasini tayyorlaymiz. Hali o'zi kesadigan apparatlar bor, ularni avtomatreska, undan ham tayyorlaymiz, avtomatreska tayyorlanadi. Hamma yo'q aka. Hamma yo'q. Qo'ldan kelar. Nimaki yasasa hammasini apparatni chiqaramiz. Hozir bu qolipda yana biron yerga sexga borib, ag'da video qilsa ham bo'ladimi? Ag'da ham sexda ham tayyorlanadi. 10 talik qolib, Surxondaryo viloyatiga, Boysun tumaniga tayyorlanyapti. Boysun xuddi shu qolipdami? Xuddi shu qolipdan 10 talik. Hamma apparaturlar ichida 8 ta qolib qo'shib 10 talik qilib olishdi. Ertaga inshaalloh albatta chiqaramiz uni. Bo'ladi, hozir videolarni borib qo'shib kelsak bo'ladimi? Sexlar yaqinroq qo'shamiz. Ertaga chiqib ketgan jarayonlarni ham videoga olib chiqaramiz. Ularni olib chiqariladi. Ishlarni ham bir nima qilib mahsulotlari do'stlar, kimga kerak bo'lsa, mahsulotlarni o'ziga stanovga ekranga boshqa raqam qo'yamiz. Mahsulot kerak bo'lsa, Namangan viloyati Sho'ron tumani Baxt qishlog'ida akalarimiz qishloq bo'yicha dasturga qilib berishar ekan. Qolgan joylarga ham kelishilgan holatda vodiy ichiga Andijon, Farg'ona, Namangan umuman farqi yo'q do'stlar. Ustakalarimiz nomerini og'iz aka aytib o'tib ketamiz. 94lik kodi bilan 512 75 million raqamlarga bemalol orqaga chiqaverasizlar. Lakasi desalar, lakasalarni tashlab berishadi. Kelib, ko'rib, tepasida turib dagovor qilib olsanglar ham bo'ladi. G'ishtlarga o'ta gap yo'q. Sifat tomonlama, hamma tomonlama. Avtomatreska bunaqa kassovda kesib chiqara olmaydi. Olasizlarga kelib tepasida ko'ringlar. Diagonallariga, razmeriga hamma yo'q. Do'stlar, mana hozir akamiz aytib o'tganda yasalayotib turgan joylarga yetib keldik. Qoliplar qayerga tayyorlayapti dedi? Qoliplarni Surxondaryo viloyati Boysun tumaniga tayyorlayapti aka. Ha. Ashi akadagi videodagi qoliplar mana yonboshi, mana shu yonbosh bo'ladi. Bo'yalmagan holat ana shu haligi do'ldan yig'ilish jarayonlari shu. Ha, mana shu paddoni bo'ladi. 10 dona paddoni, 20 dona, ikkitani yasalmagan bu, endi yasaymiz hozir. 20 ta bitta bor mana. Yonboshi. Yaqinroqdan ko'rsating mana. Xuddi shu holatda o'rasi lazerni istamada osib chiqarilgan ular. Ko'rinyapti. Buni ham qo'shimcha 20 taniki, uni ham yasaymiz. Bu ham shu akalarga. Buni yasaymiz, bu ham mashiniki. Buni olib pastga qo'yib turarsan. Endi elektrga bog'lasa bu stanovlarni polni tayyorlab, chiroyli qilib bu yerga terib,
uylanish jarayonlarida ham polni yig'ilish jarayoni, mishallikka hamma narsasini bir qator videolarni chiqarib boramiz. Kimga mana shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, ekranda raqamdan aloqa chiqarasiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustunlik xizmatlari bor ekan, xudo xohlasa. Bilan kanalga like bosib, kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, oshxonalar kerak bo'lsa, videoni ulashib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.